to'g'rimoq. Qaysi hayvonning yuzida podsho degan ma'nodagi van xiti bor? Yo'lbosning. Qaysi hayvonning terisi sog'uch qora rangda? Yanılı yo'lbosning. Ha? Yana so'rab boqay, odamni yo'lbos yeb kelsa qandoq bo'ladi? Bu qitim savolimga to'g'ri javob beramiding, Jumo? Xato bo'lib qoldi. Xato bo'lib qoldi? Shundoq, bu to'g'risida bir idiom bor. Sana so'zlab beray. Gapimni sen silib angla, ha? Bir neçə gündən beri yağmur toxtumay yığıb, hayvanlarning hammasi yağmurdan panohlanish uchun o'g'lariga kiryapti. Shunga o'zi qilgudek narsami yo'q ekan? Dadisi, yağmur to'xtabdi. Bundaq o'ltiravermay sirtqa chiqib ovlab keling, ha? O o'g'lashni shuncha oson deb qaramsiz? Hozir hayvonlarning hammasi shunda qo'shar bo'lib ketibdi. Bir kun kashkichi o'ltiribmi, bir atal hayvonning tukunimi tutammidim. Bak yaramazkensiz. Siz bormisingiz, o'zim boray. La. Tağda yo'lbos bor deb anglayman. Yo'lbosning terisi ko'p pulga yaraydi. Uni o'ltirib terisini setib pul qilay. Yaxshi-ku, meni o'ltiramsan texey. Bugun seni olvosliga aylantirib qo'ymasam hisob emas. Yo'lbos terisiga erishish tugul, uning bir vaqt tamuqiga aylanib ketadigan bo'ldi. Qarab tur, seni bundaq osonla bosh qo'yib etmayman. Meni qo'yvat deyman. Meni qo'yvat. Seni qo'yvatsan bo'ladi, lekin sen erimga odamdan birini tepib berasan. To'g'ri, bo'lmasa sening arvoyingni xotirjam qo'ymayman. Ma'qul. Men sizlarga yo'l boshlay. Bu odamning arvohi ishki yo'lbosni boshlab to'xtamay izlab oxiri o'tin kesayotgan bir yigitni uchiribdi. Heliqi odamning arvohi o'zining baldiroq qutulishi uchun yo'lbosning u yigitni tutishiga yordamlashibdi. Alilere kerametimni ko'rsizlar. Siz men yo'ldan ezib qoldim. Tog'dan tushish uchun qaysi yo'lda menga? Yaraysan. Mana bu yamonga yantayoq bo'lish degan idiomning barliq kelishi. Yo'lbosning u yigitni tutib yeyishiga yordam qilgan heliqi odamni yantayoq deb ataymiz. Kichik do'stlar, sizlar bu idiomning ma'nosini hargizmi amoga o'xshash xato tushunib olmanglar. Hargizmi yamonga yantayoq bo'lmanglar. Birovning yo'ldan chiqqan qabih qilmishiga yordam qilishini yamonga yantayoq bo'lish deymiz. Qadimqilar mo'l tasavvur kuchiga tayinib, jin alvoslarga oid nurg'un rivoyatlarni to'qib chiqib, keyingilarni ogohlantirgan. Amaliyotda jin alvoslar hargizmi mavjud emas. Mavjud deb qaraydigan bir qism xurofiy kishilar o'ziga o'zi qo'rqoq soladi. Kichik do'stlar, bu hikoyadagi odamni hargiz do'rmanglar, jumi.